Milliy tiklanish demokratik partiyasi markaziy kengashi mas'ullari boshchiligidagi ishchi guruh a'zolari Farg'ona viloyatida bo'ldilar. Ular ijtimoiy-iqtisodiy masalalardagi mavjud muammolarni o'rgandi. Ishchi guruhning dastlabki manzili Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining viloyat filialidan bo'ldi. Jumladan agentlik tomonidan olib borilayotgan ishlar markaz tinglovchilarining bilim va ko'nikmalarini oshirish maqsadida tashkil etilgan kasbiy hamda o'quv kurslari faoliyati yaqindan o'rganildi. Agentlik bilan partiyaning o'zaro hamkorligini kuchaytirish masalalari muhokama qilindi. Muloqotlar davomida Koreya davlatiga ishlash uchun borish istagida bo'lgan va bugungi kunda markazda o'qiyotgan hamda ish o'rganayotgan yoshlar bilan suhbatlashildi. Ularning muammolari tinglandi. Migratsiya agentligi, bandlik boshqarmasi, O'zbekiston mahallalar uyushmasi va O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi tomonidan bir hamkorlik rejasi ishlab chiqildi va bu bo'yicha aholiga keng qatlamda tushuntirish, televideniyada aholi bilan uchrashuvlar o'tkazish, ijtimoiy tarmoqlarda umuman aholiga qulay yetkazish mumkin bo'lgan barcha jabhalarda ushbu targ'ibotlarni kuchaytirish va davlat tarafidan berilayotgan imkoniyatlardan samarali foydalanishni tashkil etish. Eng asosiysi O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini joylardagi shu mehnat migratsiyasida qulay sharoit yaratish maqsad qilib olingan. Keng jamoatchilikni agentlik faoliyati bilan xabardor qilib borish, aholi o'rtasida targ'ibot tadbirlarini muntazam o'tkazish bo'yicha chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqish taklifi ilgari surildi. Uni moliyalashtirish manbasi bo'yicha fikrlar almashildi. Qarorlarda juda ham ko'p imtiyozlar beryapti mehnat migrantlarimizga. Ayniqsa ularda mana shu ketishdan oldin til va kasb bo'yicha imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirganda ularda xarajatlarning bir qismini qoplash yoki bo'lmasa ishchi vizalarini olayotganda yo'l kiralarini ma'lum bir qismini qoplab berish, agarda ular tashkillashtirilgan mehnat migratsiyasiga ketayotganda qarorlarda belgilab qo'yilgan va mana shu qarordagi vazifalar qay darajada amalga oshirilayotganligini o'rgandik. Shuni aytish muhimki, bugungi kunda afsuski ko'p fuqarolarimizda haligacha tashkillashtirilgan mehnat migratsiya orqali ketishni afzalliklari to'g'risida yetarli ma'lumot yo'q. Biz bevosita mehnat migratsiyasini targ'ibot tashkilotlariga alohida e'tibor qaratilishiga e'tibor qaratdik va biz bu narsani taklif qilib kiritmoqchimiz. Chunki juda ham ko'p fuqarolarimiz haligacha tashkillashtirilgan, ya'ni uyushgan holda mehnat migratsiyasini afzalliklari to'g'risida to'liq ma'lumotga ega emas. Bu bo'yicha targ'ibot tashkilot ishlarini yana ham kuchaytirishimiz kerak. Yana bir taklifimiz bo'ladi, bizni mana shu mehnat migratsiyasiga ketayotgan fuqarolarimiz uchun ko'p xarajatlarini ular mana shu tashkillashtirilgan mehnat migratsiyasi orqali borgan joylarga ishga joylashib olgandan keyin mana shu xarajatlarni qismga bo'lib to'lash imkoniyatini yaratish. Bu ham qaysidir ma'noda tashqi mehnat migratsiyaga ketayotgan fuqarolar uchun yengillik yaratgan bo'lardi. Ishchi guruh a'zolari viloyatning Ekoshahar hududida joylashgan maxsus kiyim-bosh ishlab chiqaruvchi va asosan eksport bilan shug'ullanadigan O'zbekiston-Germaniya qo'shma korxonasida bo'ldilar. Korxonada 160 dan ziyod xotin-qizlar bandligi ta'minlangan. 30% ishchilar, ayollar va yoshlar daftarda turganlar hisoblanadi. Bu yerda ishchi xodimlar uchun qulay mehnat va dam olish sharoitlari yaratilgan. Chekka hududlardan qatnab ishlaydiganlarga maxsus avtobus xizmati ham yo'lga qo'yilgan. Korxonada nafaqat ishchilar, balki ularning farzandlari ham e'tibordan chetda emas. Korxonada yaqin kunlarda qo'shimcha 200 ta yangi ish o'rinlari yaratish mo'ljallanmoqda. Buning uchun logistika bo'yicha hal qilinadigan masalalar mavjud. Ishchi guruh a'zolari korxonani kengaytirish rejalarini qo'llab-quvvatladilar. Logistika masalalarini hal etishda ko'mak ko'rsatish zarurligi bildirildi.